Assalomu alaykum. Bugun biz Nest.js'da serialization haqida gaplashamiz. O'zi serialization nimaligini bilish uchun Nest.js dokumentatsiyasiga murojaat qilamiz. The process that happens before processing. Ya'ni obyektlar, ya'ni data, response sifatida jo'natilishidan oldin sodir bo'ladigan protsess ekan. Proper place provides instructions and ya'ni bunda bu protsessda shu datani tozalash, transform qilish, shunga o'xshagan amallarni bajarsa bo'ladi. Hozir yaxshilab ko'ramiz, bu serialization qaysi problemani hal qiladi. Birinchi bo'lib problema nimaligini. Buning uchun biz bitta nest yangi yaratib olamiz. Ishlataman. Nest CLI application yaratgandan keyin bunda ochamiz. Ular o'rnatilgan. Bizda spec test fayl bilan o'zi bo'lsa bo'laveradi. Xo'p, birinchi o'rinda qanaqa problema hal qilishni bo'lsin ko'raylik. Masalan, bizda interface va user bo'lsin. User interface bor, uni idsiga string number bo'lsin. Userda name bo'ladi. Page bo'lsin. Mesela versiyasi bo'lsin, bu datani versiyasi bo'lmaydi. Xo'p, endi bizda bitta endpoint bo'lsin, user user просто xo'p, bizda mana shu bitta user datani qaytarsa, bizda data yo'q. ID'si page va versiyasi bu datani versiyasi masalan birinchi versiya bo'lsa, masalan MongoDB desa qaytganida MongoDB automatically ID bilan versiyani generate qilib saqlanib qiladi. Endi bu datalar odatda o'sha metadata hisoblanadi va bu get user metodimiz bizga user qaytarsin. Endi buni tekshirib ko'rsa bo'ladi. Mana bu hali ishlayapti. Clients. Serverimiz ishga tushdi. Endi shunday bo'lishi kerak. Endi get request user uchun request jo'natamiz. Request jo'natamiz. Organization user get request
get request user in top mana kutganimdek user keldi, idsi name age va hokazo datalar keldi. Endi odatda bu userni dbdan olgan bo'lamiz. Lekin hozir ko'rsatish maqsadida deb database olishimiz shart emas. Masalan, hozir ko'rsak, id va mana versiyalardan bu datalardan kelyapti, lekin ba'zida xohlashimiz mumkin. Masalan, mana shu id ni bunaqamiz, mana bu passivasi yo'q holda jo'natmoqchi. Mana buni stringga aylantirmoqchi bo'lishimiz mumkin. Ya'ni masalan, MongoDB'da object id ko'rinishda saqlanib bo'ladi. Uni contentga jo'natishdan oldin odatda shu stringga aylantirib jo'natishga maqsadga muvofiq. Endi shu problemalarda class serialization, ya'ni shu serializatsiya qilish farqi beradi. Uni qanaqa? Masalan, xo'sh, bu class serializer bu o'zi aslida bitta interceptor serializer interceptor. Bunga shu birinchi o'rinda reflector pass qilishimiz kerak. Reflector get reflector deb olamiz. Olganimizdan keyin bunga konfiguratsiyasini berishimiz kerak. Ikkinchisi options. Exclude extraneous values deb qo'yamiz. Hozir ko'ramiz. Hop, buni qildik. Endi mana o'zi xatolik beryapti. Class transformer kerak bizga. Biz shuning uchun hop install class transformer bilan class shu ikkita package ustidan qo'yib olamiz. Bularni ustidan qo'yishdan sabab class transformer shu datani transform qilishga yordam beradi. Agar operator bo'lsa, datani shu response uchun data to'g'rimi yo'qmi, shuni validate. Endi biz userga datasini bekor qilayotganimizda promise bu promise asynchronous qilamiz. Oddiy user response video qaytarsa bo'ladi. Endi bizda bu user response video yes ochamiz. Chunki class serializer mana shunaqa video fayl, video klasslarda ishlatadi. Video class endi masalan biz aytdik masalan mana shu user interface'imiz bor. Biz underscore id ni qo'yamiz, oddiy id qo'yamiz va uni string deb name shunday deb chiqaradi. String age and numberligicha qolsin. Bizga versiya kerak emas, lekin keling shu versiyani bu endi yana bitta narsasi bor ekan. User response video qachonki mana shu serializer uchun video class hisoblanadi, unga constructorni berishimiz kerak. Buni mana buni dokumentatsiyasidan ko'rsatiladi. Constructor bergan. Masalan, shunga kopiya qilib qo'sha bilaman. Partial. Endi buni nima qilishini hozir ko'p chiqadi. User input user interface deb ko'rsak. Ya'ni bu constructor nima qiladi? O'ziga berilgan obyektni partial deyapti. Mana bu user type obyektni oladi. O'sha ma'lumotlarni o'sha
property'lar, masalan, underscore id name age va hokazolarda mana bu user response stil klassidagi property'larga assign qiladi. Ya'ni qiymatlarini shunga berib qo'yadi. Endi buni ishlatish uchun kelamizda bizga xatolik yangi user response detail'ni instansini return qilarkan. User response detail'ni instansini return qiladi. Endi natijani tekshirsak ko'rib turganimizdek bu joyda bo'sh object kelyapti. Endi nimaga hech qanaqa ma'lumot kelmayapti? User objectimiz kelmayapti. Buni sababi bor. Buni sababi biz main testda qachonki klassifikatsiyada o'sha appga qo'shganimizda shu qiymatlarni tushirib qoldirishni aytgandik. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni mana bu narsa user response tipi aslida mana bu decorator bilan decorator bilan bezatilgan decorator qilingan. Explore degani mana bu klassda ichidagi hamma narsani tushirib qoldi qachonki response jo'natib ketganimiz yani ma'noni bildiradi. Endi lekin bizga hamma narsani tushirib qoldirish kerak emas. Bizga ba'zi bir qiymatlarni frontendga jo'natish kerak. Masalan, bizga name frontendga borish kerak va response file. Buning uchun biz expose decoratordan foydalanamiz. Qachonki expose bersak, endi bu degani hamma narsani tushirib qoldirib, faqatgina mana name'dan boshqa expose decorator name'ga tegishli. Endi yana tekshirib ko'rsak bo'ladi. Bu joyda faqatgina name bo'lishi kerak. Name o'zi keldi, ya'ni class serializer mana shu videoni ichidagi hamma ma'lumotni oldi. Export bo'lmagan ham ma'lumotlar tushirib qolyapti. Bizga masalan page kerak. Page kerak. Page dan qaytaryapti. Bu avtomatik transform qilib exposed bo'lmagan, ya'ni oshkor bo'lmagan qiymatlarni tushirib qoldiradi. Masalan, transform bo'lsa hozir bobot bo'lishi mumkin. Chunki user datasini qaytarayotganda asli ham qaytib ketib qolishi mumkin. Chiqib ketib qolishi mumkin. Uni o'tkazib olish mumkin bo'ladi. Qo'yib turib, agar mabodo passwordni qaytarib oladigan bo'lsa, baribir ko'rib biz klassifikalarimiz passwordni frontendga ketib qolishini oldini olib, passwordni frontendga chiqarib olmaydi, ya'ni ushlab qoladi. Mabodo chiqarmoqchi bo'lsa, frontendga expose decorator bilan beramiz, mana passworddan keladi. Endi id biz id underscore id orqali ya'ni userimizga id underscore id lekin biz frontendga oddiy id qaytarmoqchimiz. Mana buni expose bo'lsa nima qiladi? id kelmaydi, chunki id expose bo'lganidan lekin id ni fail bo'ladi. Bu id user type'da yo'q, lekin underscore id. Endi biz underscore id ni qiymatini mana shu idga olib berib qo'yishimiz kerak va bizga ko'rasiz user type id numberida stringga aylantirishimiz kerak. Endi uni qilish uchun transform decorator bor. Transform bilan bu ko'rganingizga transform funksiyonlarga parametrlar ko'rsatiladi. Hop, bizda objektni olamiz, ya'ni kirib kelayotgan objektni olsa bo'ladi. Object underscore id'sini stringga aylantiramiz.
Endi bu joyda nima qilyapti? Transformga kerakli mana shu kirib kelayotgan obyektni olyapti. Mana bu user obyektni olyapti. Uni ichidagi obyekt ichidagi underscore id ni email bilan olib kirib, mana bu o'zimiz yangi mana shu user responsibility ichidagi oddiy id ga tanlab qo'yapti. Uni string e'lon qilyapti. String endi bu natijasini ko'rsak, o'zgartirib ketsak, quramiz. To'rtadagi id regetini yozib string ko'rinishida keladi. Agar mabodo stringga aylantirmasak-chi, nima bo'ladi? Bu number ko'rinishida kelaveradi, lekin stringga aylantirish uchun keladi. Bu yerda tekshirmaydi. Shu paytga birorta user responsibility type object yaratganimda tekshiradi. Bu yerda tekshirmaydi. Biz string berishimiz uchun stringga aylantirib va bu mana shu callback function down qilganimiz ayollarni mana shu obyektni ko'rib turganimizdek chiroyli holatda kelyapti. Bizga original kerak emas. Shuning uchun uni expose qilmadik. Deylik, har bitta qiymatni ya'ni explicit qilish uchun mana bunday qilib har bitta qiymat uchun exclude decoratorni berib qo'yishimiz mumkin. Bunda mana shu serializer bu propertylar ko'radi. Biz default holatda expose qilmaydi, exclude qiladi, lekin o'zimiz uchun ham qanaqadir nima bo'lish uchun exclude decorator berishimiz mumkin. Mana bu klassda tipasida decorator exclude bermasa bo'ladi. O'zi default holatda exclude qiladi. Hop, qani ko'ramiz. Mana id name age bizga kerak edi. id name age bizga shu iste'mol kerak bo'lgan frontend shartnoma versiyasi bilan passworddan. Endi yana bitta masalan ko'p userni olmoqchi bo'lsak, get users bo'lsa users va bu responsibility array tarafdan endi bu holatda shuni qilamiz. Endi bu holatda oddiy oddiy tarafimiz bor. Users bilan user array ekan. Ikkita data bo'lsin, password jon bo'lsin. Endi user responsibility. Endi serializer ishlash uchun doimo return new animation responsibility yangi bir instansini qaytarishimiz kerak, new bilan qaytarishimiz kerak. Endi bizda array bo'lganligi uchun endi hozir users.net qilib userga olamiz. Endi user responsibility userga qaytarsa bo'ladi. Endi bunday bu nima qiladi? Har bitta userga olib turib, shu userga ma'lumotini tozalab chiqadi. Endi user ma'lumotni tozalab qaytaryapti. Class serializerda vazifasi shunga iborat, ya'ni qaytarilayotgan datani tozalab beradi. Agar o'zimiz xavfli transformatsiya yasaladi, bo'lsa bilan o'sha exclude ya'ni operatorlar asosan ishlaydi.
va ishlash uchun klass transformer klass ustanotlarga bo'lishi kerak. Hop, bizda videoni video klassda konstruktor bo'lishi kerak va qachonki data qaytarayotganimizda doim new keyword bilan o'sha video klassda instansiyani qaytarishimiz kerak va o'sha instansga o'zimiz qaytarayotgan datani administratorga o'tkazishimiz kerak. O'shanda keyin tozalanadi, performance tozalanadi. Hop, va serializer haqidagi qanday ishlash haqidagi dars shu edi. Agar chuqurroq ma'lumotlar kerak bo'lgan bo'lsa, applikationni qanday ishlatish kerak, ishlatsa bo'ladi. O'zi shuni orqasidan shundan bilsa bo'ladi, qanday ishlatish kerak har bir applikationni. Yo'q, global tarzda o'sha serverimizni qo'shilgan. Ya'ni bu har bir taraf uchun ishlamaydigan joylar bor. Streaming yozuvlar uchun ishlamaydi. Lekin oddiy data qaytarayotgan serializer ishlab turadi. Datani qo'zg'atib turadi. Ketayotgan datani. Agar nima bo'ladi? Bu qanaqa ishlatish bilmayapman, mana applicationni qanaqa ishlatiladi, database qaytgan data bilan topiladi. Videomizlarni ham ikkinchi videosini ko'rish mumkin. Bilishim kerak. Dars